Hey, hajab içim sıkıldı. Endi qanday qilish kerak? Voy, kim menga yordam qila? Hey, sizni da'vatman. Siz o'g'limizning oliy maktabda o'qish pulining g'amini qilmay, nemishqa bu yerda yetib oldingiz? Gap qiling. Hey, sen bilmaydigandek gap qilsan-ku. Men atigandan boshlab shuning g'amidi-ku. Men qarz so'rg'ilib borganlar bir bo'lsa uyda yo'q, bir bo'lsa endi naq pul yo'q. Pulning hammasini dehqonchilik ishlatibdi. Qarz so'rgan bilan ularda pul bo'lmasa, menda nima mol bor deysan, ha? Bahan topmang. Qo'lingizdan nima ish kelasiz sizning? Hey, xotin. Bu ish bilanlar meni yo'qqa chiqaryapmigida, ha? Hech ishning epini qilolmasangiz, sizni qo'ldan ish keladi demamsa? Bo'ldilar. Balamiz oliy maktabda o'qimasin bo'lmasa. Ha? Nima deydi u odam? Pul bo'lmasa qanday qilamiz amsa? Pul bo'lmasa amal qilsak bo'ladi-ku. Ajba, o'g'limiz sizga o'xshash bir umr dehqon bo'lib o'tamda. Hey, xotin, terikma, ha. Kela, avval choy ichib ol. Ha? Ichmayman. Hey, qarab baqina. Xalqning bolalarimi oliy maktabda o'qimay, bir o'tdan yurmamdi. Ha? Oliy maktabda o'qitish farzmeti? Mening bir amalim bor. Atadan boshlab molladan din o'rgansin. Hey, kallingizning derdi bormi, ha? Balalarni yushurin tabliq qildirish qonunsiz diniy harakatga kiradi. Sizning bundan boshqa amalingiz yo'qmi? Har qatim siz bilan so'zlasam, indamay turib olasiz. Kent qarz so'raydigan odam topolmasangiz, rahbarlarni izlashni bilmamsiz? Haras, men bir amal topdim. Qanday amal topding? Dadisi, unutib qoldingizmi? Oldingi qitim kentda yig'in ochgandan keyin Shoji va bozor boshlig'i uyimizga keldi-ku. Shoji texi millatlar ittifoqligini kuchaytirish, milliy urf-odat bilan qonunsiz diniy harakatni farqlantirish kerak. Tirishib bayashat turmushni qo'lga keltirishimiz kerak deydi-ku. Ular qaytadigan vaqtida, ya'ni qanday qiyinchiliginglar bo'lsa, bizni izdanglar deydi-ku. Hozir biz qiyinchilikqa yo'liqdik. Shunga darhol Shojini izlab boraylik. Ay, bormayman. Bu bizning oilaning shaxsiy ishi tursa, shaxsiy ish uchun Shojini izlab borgan narba. Uning ustiga bu kichkina ish uchun Shojini izlab borsak, hukumatning xizmatini kim qiladi? Izlasang sen izla. Men bormayman. Siz ya chora topolmaysiz. Men yo'l ko'rsatsam, ya uni o'lmaysiz. Hey, bo'pti amsa, o'g'limiz oliy maktabda o'qiyamog'idek. Men yashamayman. Yoshlig'imning ahmiyati qamidi amdi. Yashamayman. Ay, xotin bo'ldi, bunda ketma. Men amal topay dedim-ku. Sho'r peshona o'g'lim, sening taqdiring nimanchi qildi? Sening bu dadamning qo'lini men amal topay dedim-ku, ha? Meni aldimang. Siz amal topolmaysiz. Yashmabdiman bo'ldi. Sen bundaq vaqirab qo'rini beshonki, qo'shinlardan xijil bo'lmamsan, ha? Siz xijil bo'lishni bilamsiz, ha? O'g'lingizni oliy maktabda o'qitishga pulingiz yo'qdir, o'qloq tek xijil bo'lmaydi. Men mushunda bo'lishni xohlamdim. Hamma sizning kasabingiz, sizning Sen kasabingiz. tushunamsan, tushunmamsan. Guli hadaslar zodi nim bo'ldi? Voy Yasin aka, zodi nimish bo'ldi? Ha? Yo'q, hech yo'q. Uydagi ushaq dartalashlar. Qani uyga kiringlar. Xotin chaydamlar. Ha, qani o'tiringlar. O'tiringlar. Men sizlarga tanishtirib qo'yay. Bu yoq bizning kanatga yangidan kelgan kadr Li Shoji bo'ladi. Aka, yaxshimisiz? Yaxshi. Ha. Farida, Li Shoji. Bugun bu yoqqa qadiminglar yetib qopdi-ku. Sizlarni ko'ygili keldik. Sizlar bilan paranglashqili, qiyinchiliklarni anglag'ili keldik shu. Bo'ldi. Hozir mening yuragimni muyishtatligandek bo'lib ketib bordi. O'g'limning oliy maktabda o'qishga rojdi, beshimni o'chaq qilib atdi. Boshqa ishlar bo'lsa, bo'ldi, keyinchi deyshaylar. Yasin aka, Li Shoji bugun sizlarga amaliy ish qilib bergili keldi. Amaliy ish qilib bergili? Rasma? Shundaq, aka, men qarang. Bugun biz ish to'g'risida sizlar bilan maslahatlashmoqchi.
Ha? Qaysi ishki ish? Birinchisi, yengimiz Gülini kentimizden ijtimoiy boshqarish tashviqotchisi qilmoqchi. Sizlar kentimizning ko'nilari, kentimizdagi har bir oyning ahvolini pishiq bilasizlar. Bozorda sizga har yili 6000 yuan maaş berdi. Qandaq? Bo'lamdi ekan, ha? Voy bo'lmamdigan bo'ladi. Bundaq yaxshi ish qilib bo'lmamdigan. Siz asosligi sirtdan kelgan ko'chma nüfusni tizimlash, tekshirish, jamiyat ahvolini, elrayni to'plash, dehqonlarga nafiyat ko'zlagan siyosatni tashviq qilish xizmatini ishlaysiz. Meningcha yana bir mazmunni qo'shsak Qani, bo'ladi. daqiqa. Ajoyib qorayib kiyinib olgan, harakati yuchun, soqol qo'yib olgan, salohiyati aniq bo'lmagan, qonunsiz diniy harakatlar bilan shug'ullanadigan, sirtdan kelgan notanish odamlarni cho'qim vaqtida yuqori doklad qilish kerak. Siz bu ishning ahli ekansiz-ku. Leyshoji, undaqda yana bir ishchi. Hozir bozorliq partikom ishni yetaklash, uchta yangilik yaratish faoliyatini o'tirib qo'ydi. Buning asosiy mazmuni partiya tashkili omini kasbga yetaklash, partiya vakillari partiya a'zolarini yetaklash, partiyalik beyg'on oila, nomrod oilalarni yetaklashni ko'rsatdi. Kent rahbarlik kollektivi munda qaror qildi. Kent ahli komitetining mudiri Beyish Mayri Farida sizlarning oila bilan qo'shmoq bo'lib, sizlarning nomrodlikdan qutulib pay bo'lishingizga yordam qiladi. Bu bak yaxshi bo'pti-ku. Yasin aka, hayajonlanmang, o'ltirib so'zlang. Ha, Leyshoji, Farida, sizlar kirganda toza uchiqchira yaxshimabdi-man, ha? Xafa bo'lmanglar, ha? Ay. Bu yil meni toza nasbasdi. O'tgan yili yaga qor yog'och ko'chti tikkan. Ko'chatlar yaxshi o'sgandi. Biroq pulga yaramadi. Bu yil qalampur tersam, unimi oladigan odam chiqmadi. Mana endi o'g'lim oliy maktabga o'tdi. Ammo hozirgacha o'qish pulini g'amlab bo'lamadim. Boyislar kirganda biz shu ish to'g'risida sizlarning o'g'illarga o'qish puli g'amlayotganliklarini anglab, sizlarga hal qilib bergili keldik. Hal qilib Bagli? Ha, shundoq. Ha, bu bek yaxshi bo'ldi. O'g'limizning o'qishi hal bo'ldi. Ha. Voh, endi o'qish bo'lasan, ha? Xush bo'ldim. Albatta xush bo'laman-da. Ha, Xudoon. Men ajab g'alatilik his qilyapman, ha? Nimaga? Sen o'ylab baqa. Ular bizning tuqqinimiz bo'lmasa, yo do'stimiz bo'lmasa, bekodim bizga yordam qilamda? Boshqa maqsadi bormi yo ularning, ha? Voy, mava odamni rahbarlar bizga yaxshi ko'ngil bilan yordam qilyapsa, gumonxo'rlik qilmang, ha? Hozirgacha ular bizni bir haqiqatim aldab boqqanmidi. O'g'il shu. Biroq Yanga, bu 7000 yuan hukumatning o'qish yordam puli va kent xizmat guruhsidagilarning ozroq ko'ngli. Qani, qabul qiling. Leyshoji, hech qilmayli bu pulni elishqa bizning yuzimiz qandoq chidaydi? Amaymiz, hargiz amaymiz. Yanga, tuz qilmang. Balaning o'qishi muhimda. Bala, mening balam. Gülihada, elang-a. Bu tushimi? O'ngimi? Leyshoji, men sizga qandoq rahmat aytishni bilmayapman. Aka, yanga, biz bu qadam sizlarning qiyinchiliginglarni hal qilib qolmay, eng muhimi buningdan keyingi planinglarni anlig'ili keldik. Leyshoji, plan pek ko'p, pul yo'q. Pul bo'lmasa hech nimani qilib bo'lmaydi. Aka, qarang. Hozir bizning Ershilidiyan bozorimizdagi ko'chatlarning Shinjongda, hatto mamlakatda nomi bor. 60 ming mo keladigan ko'chatlik kentimizning muhitini qo'g'dab kelmoqda. Siz bu yana o'tdiga eling. Kentimizning tabiiy sharoitidan unumli foydalanib, milliy alohidlikka ega oromgohdan birini qurib chiqing. Yaxshi qilsangiz damratlikdan tezda qutulasiz. Agar xohlasanglar, men sizlarga 50 ming yuan yordam qilaman. Ziyon tassanglar, menga hisob, foyda olsanglar, pulimni qaytarib bersanglar bo'ladi. Xohlamamdigan, albatta xohlaymiz. Farida, Leyshoji, sizlar bek yaxshi odamlar ekansizlar. Uyimda sizlarni kutgudek yaxshi narsa yo'q. Ozroq non bilan choy ichayli. Bu mening kichikkinik ko'nglim. Yasin aka, tez qilmang. Sizlarning balduroq namratlikdan qutulib boy bo'lishinglarni umid qilaman. Qani o'g'lonlarning o'qishini g'albilik tamomlash uchun Gap qiling. Gap qiling. Ay, xotin, gaplarim bakchiq qandoq deyishni bilmayapman shu. Ay, sizni men gap qilay-ya.
Leyshoji, Farida, sizlar xuddi tuqqunimizdek bizga yordam qildinglar. Biz cho'qim yaxshi ishlab bir ishni boshqa ib chiqamiz. Kelar qitim kelganinglarda sizlarni tonur kavupi bilan mehmon qilamiz. Yaxshi odamlar mangu salomat bo'lsin. Bo'ladi. Yaxshi odamlar mangu salomat bo'lsin. Yaxshi odamlar mangu salomat bo'lsin.